Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, qadrli otaxon va onaxonlar. Bugun siz bu videodan nafaqat hozirgi qaltis vaziyat haqida, balki ishlayotgan har bir nafaqaxo'rni to'liq nafaqasidan mahrum qilishni ko'zda tutayotgan yangi qonun loyihasi va undan qanday himoyalanish mumkinligi haqida atroflicha ma'lumot olasiz. Diqqat bilan tinglang, chunki gap millionlab insonlarning taqdiri, ularning tirikchiligi haqida ketmoqda. Ishlayapsizmi? Nafaqadan to'liq mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu bugungi kunning dahshatli haqiqatidir. Oliy Majlisda, azizlarim, bizning ko'z o'ngimizda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun eng yomon tush ro'yobga chiqmoqda. Deputat Qodirov tomonidan ilgari surilgan va birinchi o'qishda o'tkazib yuborilgan skandal qonun loyihasi. Bu shunchaki qonun loyihasi emas. Bu bizning otaxon va onaxonlarimizga nisbatan adolatsizlikning ochiq namoyishi, ularning mehnatiga qilingan hurmatsizlikdir. Agar siz pensiya olib, hattoki arzimas pulga biror bir korxonada rasman farrosh bo'lib yoki qorovul bo'lib ishlasangiz ham, davlat sizning nafaqangizni 100% ga tortib olmoqchi. Oliy Majlisdagi ayrim donishmand deputatlarimiz shunday fikrda. Agar sizning supurgi ko'tarishga kuchingiz bo'lsa, demak siz davlat yordamiga muhtoj emassiz. Bu qanday fikrlash, qanday munosabat? Men fuqarolarning, ayniqsa keksa yoshdagilarning huquqlarini himoya qilishga bel bog'lagan huquqshunos sifatida bu qarorga qarab jim tura olmayman. Bizning otaxon va onaxonlarimiz butun umri davomida halol mehnat qilib, bu vatanni barpo etdilar. Ular paxta dalalarda ter to'kishgan, zavodlarda mashina boshida turishgan, bolalarga bilim berishgan, yo'llar qurishgan. Ular yoshliklarini, kuch-g'ayratlarini shu yurt taraqqiyotiga bag'ishlashdi. Oz oilasini boqish, bolalarni o'qitish uchun kecha-yu kunduz ishlashdi. Va endi ularga qariya bo'lganingiz uchun va davlatdan biroz yordam olganingiz uchun, hatto arzimas ishlasangiz ham, siz bu yordamga loyiq emassiz, deb aytish, bu nafaqat adolatsizlik, balki ularning xizmatlariga nisbatan ochiqdan-ochiq noshukrlikdir. Aziz nafaqaxo'rlar, sizlardan bir savolim bor. Siz butun umringiz davomida qaysi sohada mehnat qildingiz? Necha yil xizmat qildingiz? Bugungi kunda ham necha so'mga bo'lsa ham, oilangizga ozgina naf keltirish uchun qanday ishlarni qilasiz? Bu boradagi oz fikrlaringizni, hayotiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu masala yuzasidan oz shaxsiy hikoyangizni aytishdan uyalmang. Biz sizning ovozingizni eshitmoqchimiz. Sizning har bir hikoyangiz, har bir so'zingiz biz uchun juda muhim. Shunday muhim qonuniy o'zgarishlardan xabardor bo'lish, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerdagi har bir ma'lumot sizning kelajagingizga ta'sir qilishi mumkin. Keling, avvalgi vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. Ilgari nafaqaxo'rlarimiz rasmiy ishda ishlasalar ham, pensiya jamg'armasi tomonidan ularning nafaqasi to'liq yoki ma'lum bir foizda to'lanar edi. Bu tizim o'ziga xos tarzda ishlayotgan nafaqaxo'rning ham, davlatning ham manfaatlarini himoya qilardi. Nafaqaxo'r o'zining ko'p yillik mehnati evaziga oladigan nafaqasini saqlab qolgan holda, oilasiga qo'shimcha daromad keltirishga, o'zining faol hayot tarzini saqlashga intilar edi. Davlat esa keksa avlodning bilimi va tajribasidan foydalanishda davom etar edi. Qolaversa, pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar orqali kelajakdagi nafaqaxo'rlarning ham ta'minoti uchun zamin yaratilardi. Bu tizimda nafaqa insonning hayoti davomida qilgan mehnatiga berilgan munosib mukofot, uning qarilik gashtini surishi uchun yaratilgan imkoniyat sifatida qabul qilinardi. Davlat o'zining eng zaif qatlamlaridan biri bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarni himoya qilar, ularning sharoitlarini yaxshilashga harakat qilar edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgarib bormoqda. Endi har qanday rasmiy ish, hatto eng kam oylik maoshga bo'lsa ham, sizni butunlay nafaqadan mahrum qilishi mumkin. Bu, azizlarim, nafaqat moddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, balki jamiyatimizning asosiy qadriyatlaridan biri, keksalarga hurmat va ehtiromni ham oyoq osti qiladi. Axir bizning madaniyatimizda oqsoqollarga, otaxon va onaxonlarga bo'lgan hurmat, ularning duosini olish har doim birinchi o'rinda turgan. Mahalla-ko'yda ham doimo keksalarning gapiga quloq solingan, ulardan maslahat so'ralgan. Endi esa ularga davlatga yuk bo'lyapsan degan ma'noda munosabatda bo'lish, bu qandaydir tushunarsiz va qabul qilib bo'lmas holat. Xo'sh, kimlar xavf ostida? Qanday nafaqaxo'rlar ushbu qonun loyihasi ta'siriga tushishi mumkin? Javob aniq, har qanday rasmiy ish bilan shug'ullanuvchi nafaqaxo'rlar.
Bu degani, agar siz pensiya jamg'armasidan nafaqa olsangiz va biror tashkilotda bir so'm bo'lsa ham rasmiy maoshga ishlasangiz, siz xavf ostidasiz. Masalan, 25 yil maktabda fidoyi o'qituvchilik qilgan, minglab shogirdlarga ta'lim bergan Oygul opani olaylik. Uning yoshi 70 dan oshgan. Nafaqasi 2 million so'm atrofida. Ammo nevarasi kasal, dori-darmonga pul kerak, uyning mayda-chuyda ehtiyojlari bor. Shu sababli mahalladagi bolalar bog'chasida kuniga 2-3 soatga farrosh bo'lib ishga kirgan. Oyligi 500 ming so'm. Bu pullar uning ro'zg'origa ozgina yordam bo'ladi. Endi esa yangi qonun loyihasi qabul qilinsa, Oygul opa o'sha 500 ming so'm uchun o'zining 2 million so'mlik nafaqasidan mahrum bo'lishi kerakmi? Bu adolatdanmi? Uning butun umrlik mehnati evaziga topgan nafaqasidan shu arzimas mablag' uchun ayrilishi munosib ishmi? Yoki bo'lmasam, 40 yil zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlagan, 5 ta farzandni voyaga yetkazgan, ularni o'qitgan, oila qurdirgan Rustam boboni olib qaraylik. Uning nafaqasi 1 million 800 ming so'm. Hovlisining tomiga yamoq solish kerak, qizining to'yiga ozgina yordam berishni xohlaydi. Shuning uchun qo'shni tashkilotda tunda qorovullik qilib, yana 600 ming so'm topadi. Uning mehnat qilib topgan har bir so'mi halol. U hech kimdan hech narsa so'ramayapti, o'z kuchi bilan, halol mehnati bilan tirikchilik qilyapti. Deputatlarimiz aytganidek, supurgi ko'tarishga kuchi bor degan so'zlar ortida bunday insonlarning qanday mashaqqatli hayoti yotganini tasavvur qilish ham qiyin. Ular davlatga yuk bo'lishni istamaydi. Shuning uchun ham o'z kuchlari boricha mehnat qilishda davom etishadi. Ular davlatga yordam bermoqda aslida. Ular jamiyatimizning oltin fondi, ularning tajribasi, bilim saviyasi yoshlar uchun namuna bo'lishi kerak. Ammo biz nima qilyapmiz? Ularni nafaqadan mahrum qilib, turmushini yanada og'irlashtiryapmiz. Bu esa ularga nisbatan adolatsizlikdan boshqa narsa emas. Bu orada ba'zi bir guruh nafaqaxo'rlarga nafaqa miqdorini oshirish haqida gap so'zlar yuradi. Ammo ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun bu yangi qonun loyihasi barcha ijobiy o'zgarishlarni bekor qiladi. Axir, agar sizning nafaqangiz bir oz oshgan taqdirda ham rasmiy ish haqingiz tufayli butun nafaqadan mahrum bo'lsangiz, bu oshishdan nima naf? Azizlarim, sizningcha o'z umrining oxirgi yillarida ham halol mehnat qilib, oilasi, mahallasi uchun ozgina bo'lsa ham naf keltirishga intilayotgan keksa insonlar davlatga yukmi? Sizning atrofingizda shunday insonlar bormi? Ularning hikoyalarini, ularning qanday ahvolga tushib qolishi mumkinligini izohlarda yozing. Ehtimol, sizning hikoyangiz ko'pchilikka ko'z ochishga yordam berar. Xo'sh, bu qaltis vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlash kerak. Qonun loyihasi hali 2 va 3 o'qishlardan o'tishi, prezident tomonidan imzolanishi kerak. Bu jarayonlar davomida jamoatchilik fikri juda muhim rol o'ynaydi. Ikkinchidan, o'z huquqlaringizdan xabardor bo'ling. Agar siz rasman ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan shartnomangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Maoshlaringiz pensiya jamg'armasiga tushayotganini tekshiring. Agar qonun loyihasi kuchga kirsa, bu sizning nafaqangizga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchidan, rasmiy va norasmiy ishlash masalasini jiddiy o'ylab ko'ring. Norasmiy ish bu bir tomondan nafaqadan mahrum bo'lmaslik imkoniyatini bersa-da, boshqa tomondan sizni hech qanday ijtimoiy himoyadan mahrum qiladi. Ya'ni biror noxush holat yuz berganda sizning huquqlaringiz himoya qilinmaydi. Bu esa boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni o'ylab bosish zarur. To'rtinchidan, eng muhimi jamoaviy harakat qilishga intiling. Oliy Majlis deputatlariga, prezident administratsiyasiga, tegishli vazirliklarga murojaatlar yozing. O'z haqqingizni talab qiling. Mahalla faollari bilan birga harakat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlaringizni bildiring. Bu videoni boshqalarga ulashing. Bir kishining ovozi e'tiborga olinmasligi mumkin, ammo millionlab odamlarning ovozi eshitilishi shart. Beshinchidan, bu masalada huquqiy maslahat olishdan cho'chimang. Tajribali yurist bilan maslahatlashib, siz o'zingizning shaxsiy vaziyatingizga mos keladigan eng to'g'ri yechimni topishingiz mumkin. Bu nafaqat nafaqani saqlab qolish, balki umumiy huquqiy savodxonlikni oshirish uchun ham foydalidir. Aziz otaxon-onaxonlar, hurmatli vatandoshlarim, bu vaziyatda biz birlashishimiz kerak. Bizning ovozimiz eshitilishi kerak. Sizning qancha mehnat qilganingiz, butun umringizni bu davlatga bag'ishlaganingizni unutishga hech kimning haqqi yo'q.
Pensiya bu davlatning inson oldidagi majburiyati, uning mehnati uchun minnatdorchilik belgisidir, nafaqahorning davlatdan olgan ehsoni emas. Xulosa qilib aytganda, deputat Qodirovning bu tashabbusi qabul qilinsa, minglab, millionlab nafaqahorlarimizning hayotini yanada og'irlashtiradi. Ular nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham aziyat chekishadi. Endi esa eng muhim savolga qaytamiz. Azizlarim, sizningcha 2 million so'm pensiya olib, yana 500 ming so'mga hovli supurgan bobongiz yoki buvingiz davlatga yukmi? Ularni nafaqadan butunlay mahrum qilish adolatdanmi? Oz javoblaringizni izohlarda kutib qolaman. Fikrlaringizni yozing. Birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashamiz. Oz huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling.